bilan katta xotirjam gaplashaylik. Buni ustiga hamma odamlarmiz. O'zingizni bosing. Hamma narsaga xotiningizni aybdor qilavermang. O'tiring. O'tiring. Bilasiz, bu kasallikni qasddan jinoiy ish ochiladi. Bu qonunan turgan odamga belgilangan. Xavfni oldini olyapman. Men shu Qayerdan oldingiz? O'zbekda maqol bor. sizni Bog'ini so'rama. Uzumini yegin u. Qana xursandqichi? Xullas, zo'r bitta g'oya bor. Pul tejash kerak bo'lsa, agar bir kun siz oyingizniki, Xo'sh, bir kun meni oyimni uyida. hisobotlar Juda ovqatlanib kelamiz. bu emas-ku. men qo'limdan keladi. Negadir aniq Meni shu ahvolga solishdi. degan hamma ishni qildim. O'zimnikilari men O'zizni yaqinlari uradi. Og'riqlik joyingizga. Sodiq Turg'unovich, Begona emas. esimdan chiqib qolibdi. Oylik vaqti. zavodga bormoqchi edingiz. Ha, Gani yo'q. Mana shu ishchilar qoldi. hozir berilyapti-ku. Oyliklar vaqtida berilgan. Bularni maosh kesilgandan Qoldi xo'jayin. men sizdan javob kutyapman. Shu sababli o'ldi. Junqul ham tashlab ketsa, yuragimiz tosh. Sevgan odam o'qtaydi. Alohida chiqish ba'zi bir oho, Mazo qilyapman. birovlarga juda yoqibdi-yu, ha? Shu taqdir kutadi. Tavba qildim. 30 yilcha To'xtang hozir. zulm ichida yashaganga o'xshaysan, bilasanmi? Hozir. Ko'rsatib beraman. Nozimaxon, xonangizdan ovqat qiling. O'zimni eshitasizmi? Nozimaxon, idan chiqing. Siz o'rgatmaganmilar? Dishlarni chala yuvibsiz. Oyiz salonga bormang. Menga qarang. Uni qilmang, buni qilmang. Onamning ustida emas. Ariza pulini ishlatib qo'ymang. Kim ekanimni Masxara qilmagin. U ayol meni qayerdan kelganimni boqib katta qilib qo'ygan. Oq yuvib, oq tarab qo'ygan. Bo'lsa, meni hech qachon baxtli unga qo'shib ketsam, xursand bo'ladi. Har bo'lib o'lib bo'lishga haqqim yo'q. Sodiq Turg'unovich, biz